Hörmətli televizor kögüçülər, hazır görüyatqanlar Şinjan televiziya stansiyası Xuyu Mədəniyyət Taqlid şirkəti və şundaqla Şinjan Əlbidar Mədəniyyət Media Çəklik şirkəti birləşib yolu qoyğan nutq sözləş xarakteridagi programma ular şundaq deydi. Biz bu programımızda hər sahə, hər kəsbdə tirishchanlik göstərib, nəticə qazanğan şəxslərni nutq sözləş arqılıq ularningki hayot kechirmishlari və turmuş təcrübələri arqılıq cəmiyyətə ilham və mədəd deməkdir. Şuңашqa bizniki bu programımız yeni şəkildəki nutq sözləş royini cəmiyyətə bəxşəndi qılmaqçı. Falsafa fanlari doktori Letip Toxtay Beijing Mərkəzi Millətlər Universiteti Uyğur Til Ədəbiyyat Fakültetinin professori. O 1953 yıl 2 ayının 15 günü Turpan vilayətinin Toqsun nahiyəsi doğulgan. 1972 yıldan 1975 yılgacha Sabiq Beijing Mərkəzi Millətlər İnstitutida o'qigan. 1979 yıldan 1982 yılgacha Mərkəzi Millətlər İnstitutinin Uyğur Til Ədəbiyyatı kəsbida magistr aspirantlıqda o'qigan. 1985 yıldan 1986 yılgacha yana Amerika Arlingtondagi Texas Universitetida umumiy tilshunoslik bo'yicha magistr aspirantlıqda o'qigan. 1987 yıldan 1994 yılgacha Amerika Seattle'dagi Washington Universitetida Altay shunoslik bo'yicha doktor aspirantlıqda o'qib, doktorlik unvoniga erishib, vatanga qaytib kelgandan keyin ona maktabida o'qitish va tadqiqot bilan shug'ullangan. Professor Letip Toxtay Efendi markaz munosabat o'rnatgan mutaxassis. Davlatlik ijtimoiy fanlar fondi bo'yicha baholag'uvchi mutaxassis. Jungo Turkiy tillar tadqiqot jamiyatining mudiri. Jungo Osonliq millatlar tillari tadqiqot jamiyatining muavin mudiri. Jungo millatlar tillari tadqiqot jamiyati Altay shunoslik sho'basining muavin mudiri. Jungo Uyg'ur tarix madaniyat tadqiqot jamiyatining muavin bosh katibi. Xalqaro qo'sh tillik ma'rif tadqiqot jamiyatining doimiy a'zosi. Jungo Uyg'ur klassik adabiyoti va muqam tadqiqot jamiyatining ijroiya a'zosi. Davlatlik Millatlar ishlar komitetining oliy unvon baholash mutaxassisi. Mamlakatlik Milliy ishlar komiteti Millatlar til yezdi xizmati mutaxassislaridan maslahat olish komitetining a'zosi. Beijing shaharlik islom jamiyatining muavin mudiri. G'arbiy Shimol universiteti va Qashqar universitetlarining taklif professori. Millatlar til yezdi va Xanzucha, Uyg'urcha har ikki nusxadagi til va tarjima jurnallarining tahrirot a'zosi qatorliq ijtimoiy vazifalarni o'tagan va o'tab kelmoqda. Bugünkü bizniki aziz mehmanimiz bo'lsa, Letip Toxtay efendim. Qani qarshi olaylik. Selamünaleyküm. Letip malımız yaxşımı? Yaxşı, yaxşı. Bugün biz 20 yıldan keyin Letip malım bilan yana televiziya stansiyasida ko'rishdik, Letip malım. Shunda. Letip malım bizniki ustozimiz. Aynı vaqtda biz Markaziy Millatlar Universitetida Letip malım bizga ingliz tili dars o'tgan. Keyin Uyg'ur tili dars o'tdingiz, Shu chaqda biz Markaziy Millatlar Universitetiga yangi borgan vaqtimizda Letip malım Amerikada doktorlikni bitirib yangi kelgan vaqt ekan. Shunga biz Letip malım inglizcha o'rgatgachga ingliz saviyamiz nihoyat yaxshi oshgan. Bugun yana bir qatim biz bu yerda jam bo'ldik. Aldı bilan Letip malımningki hozirgacha shundoq sog'lom tug'anligi va shundoqlar yana davomli jamiyat uchun bizning farzandlarimiz uchun xizmat qilayotganligiga ko'pni-ko'p rahmat aytamiz, Oy, rahmat sizga, rahmat. Rahmat. Demek mening bilishimcha Letip malım siz Amerikada yani 9 yıl turdunuz aynı vaqtda, shundaymi? Shunda. Bu 9 yıllık hayatınız menimcha hozir asasınız nihoyat qizg'inlikqa, hissiyotga to'lgan bir iznish bosqichingiz deymi? Shundoq bo'ldi. Menga nisbatan men tushimdimi berishni o'ylab baxmagan bir hammadan orzu qildigan, lekin biz o'z vaqtida uning berish imkoniyati bo'lmaydiganligini o'zim hammamiz biladigan. Shundoq bir vaqtda shundoq bir fursat kelib, berib 9 yil turib qoldim. Bilim tahsil qildim. Şu vaqtlardaki oliy ilmiy unvon, doktorlik unvoniga ega bo'ldim. Bu nihoyatda mening hayotimdagi intan cho'ng burilish desam bo'ladi. Keyingi hayotimdagi o'qitish, ilmiy tadqiqotlardagi natijalarimni men şu 9 yillik o'rganish nimasidan keldi deb qarasam bo'ladi. Shuning uchun mushu nuqta aytgan chog'da mayli qaysi kasbni qilishdan qat'iy nazar bir odam uchun mangulik bir tem bo'lishi mumkin, U bo'lsa to'xtamay izlanish.
izdeniş. Bu мәңгілік tema. Meyli qaysı temada izdenayli, meyli qaysı nazariyada izdenayli. Menimce izdeniş, öğreniş, ömürlük vazife dep qarayman. Xo'sh, demak insoniyatniki izlanish ro'yi bugungi madaniyat natijalarini vujudga keltirdi. Undaqda sizniki shu butkul izlanish hayotingizniki qandaq yakuni va xulosalari va biz anglasak, Leytif muallim elektron davrdagi yangi izlanish ro'yi degan temada bir nutq so'zlab berdi. Ko'pchilik hamsa qarshilaydi. Assalamu alaykum sorun ahli. Hammangizga menden ali ihtiram. Bugün mana mushundaq bir fursatga ega bo'lganligimdan nihoyat xushal. Bu endi men 1953-yili 90'dan Qarabulaq degan kichik bir nomurod kishilarning nazaridan ancha elinmaydigan bir kichik yezida tug'ilib, mana hozir Markaziy Millatlar Universitetininki professori, doktor yetakchisi bo'lib ishlayapman. Bu 72-yil 1972-yil Markaziy Millatlar Universitetida bağlandan tatib hozirgacha o'ylasam, hozir mana 44 yil vaqt o'tibdi. Yaşım 60'dan alıqıbdı. So'ng bu jarayonda o'zimni besib o'tgan manzillarimni mundaq aslab, mundaq bir yoshlarga biraz navbatdagidek ba'zi narsalarni degimmi kelyapti. So'ng mushu nuqtadan bu yerga chiqib mundaq so'zlashga mundaq fursat bergan shu Shinjong televiziya stansiyasiga ko'p rahmat. Hammangizlarga ma'lum bo'lganidek, mana hozir Markaziy Millatlar Universitetida 72-yili o'qishga berib, yaxshi natijalar bilan 75-yili o'qituvchilik qilib qolgan. 79-yilga kelgan vaqtda biz yana magistrlik imtihonini o'tib, Uyg'ur tili fanlari bo'yicha magistrlik unvonini oldim. 85-yilga kelganda Amerikaga bir o'qish fursati, ya'ni bizning Markaziy Millatlar Universitetiga bergan bir son yosh o'qituvchilardan bir ingliz tilida yaxshiroq birisi tilshunoslik kasbida o'rganadigan bunday bir son kelib ekan. Buningda shu chog'dagi bizningki ustozimiz Xo'tan muallim tayyorlik qilishimni topalab, o'sha sonning mening qo'ldan berib qo'ymasligimni topilgandan keyin tirishib o'rgandim. İmtihan şu vaqtlarda TOEFL imtihoni, chet elliklarning ingliz o'rganish imtihonidan o'tib 8-oyda Amerika Texas universitetiga umumtilshunoslik bo'yicha ikkinchi magistrlik o'qish uchun bunda fursatga ega bo'ldim. Bu bayragandek hayotimdagi eng cho'ng burilish deb qarayman. Ilm fandagi mayli altashunoslik deymiz, mayli aslat migrammatik-shunoslik deymiz. Hem fanlar bo'yicha bizning peshvolarimiz dunyoda oldida mengayotgan shunday professorlarning darsini anglash fursatiga ega bo'ldik. Shunga qaytib kelgandan keyin biz men o'zimninki shu bilimlarini o'zimninki o'qitish, ilm fan, shu ilmiy tadqiqot sohalariga tatbiqlab ma'lum natijalarga erishdim. Bunu hem de özümninki yani burunki nimeler bilen siliştirsam hem şundaq bayıdık. Şundaq bir kiçikkine 90'daki şundaq kimninki dikkatimizi düşmeyden kiçikkine bir yer tuğulup onun üstüge japalık okup yani en elki bilim eliş altın devrimiz nabut kılınıp ketken ahvalda qayta bir o'qish fursatiga ega bo'lib, mushunchalik natijalarga erishganligim bu osonga to'xtamadi. Bu hamda bir men uchun aytganda bir mo'jiza desam bo'ladi hamda. Lekin men o'zim shu qanday qilib shunaqa natijalarga erishganligimni unda bir 5 tarafdan yakunladim. Birisi hamda o'zliksiz tirishib o'rganish ruhi. Bu birinchisi. Ikkinchisi raqobat ruhi. Üçüncüsü yanılık yaratish ruhi. Dördüncüsü devir ruhi.
beshinchisi fidokorlik ruhi. Men bu nutqimni shu 5 nuqtadan azroq kengaytib so'zlab o'tay. Tirishib o'rganish ruhi degan vaqtimda boya degandek nachar o'rganish sharoitlari bizning aşı yezlarda o'z vaqtidagi biz o'qigan vaqtlardagi maktab sinf bularning nimasini demayli qo'yayli. Darsam ancha muntazam o'tilmaydigan. Uning ustiga bizning bu yerda o'rta maktabmi yo'q edi. 60-yildan 64-yilgacha Uyg'ur til kasbi bo'yicha an'anaviy shu darslarni o'rganib boshlang'ichni bitkazdik, lekin o'rta maktab yo'q. Nayiga berish uchun araliq yiroq turib qoldik. 68-yilga borganda madaniyat inqilobi boshlandi. Bu o'rganishimiz uzildi degan gap. Keyin dehqon bo'ldik. Dehqon bo'ldik, bir yildan keyin shu uyimizdagi buğaltırlık vazifesini zimam yüklep koydu. Buğaltır buldum. Yani buğaltır buğa vaktimizdi mi? Ya ki dehqon buğan jarayonida mı öğrenişini to'xtatib koymadım. Bu vaqtlarda hozirda kitaplar jiq emas. Ba kitap, qo'limizga chiqtiraq kitap bo'lsa, nada bo'lsa izlab topamiz. Bu birisi öğrenişinki. Yana cho'nglardan shu o'rta maktab darsliklari ishiltib tashlab qo'ygan kitaplar bo'lsa izlab o'rganib turdim. Anandan keyin buğaltırlık qilib atgan vaqtimizda uyimizga 2 gazet keladi. Birisi Şinjan gazetining Uyg'urchasi, yana birisi Xalq gazeti va Xanzoch keladi-ku. Shu jarayonlarda shu 3 yil Xanzoch o'rgangan asosimda anandan keyin Xalq gazetininki nurg'un maqolalari 1-2 kundan keyin Uyg'urcha Şinjan gazetiga tarjima qilinib chiqatdi. Shunga uni silishtirib o'rganib, silishtirib bir o'zaro bir 2 yil buğaltırlıqnımı boş turmudim desem boladı. Şuna 72-yil maktabga kelgan vaqtim, millat universitetiga kelgan vaqtimda kasbimiz asosan shu tarjima kasbi bo'lg'achqa men hech qancha qiynalmadim. Yaxshi natija. Chunki anidek bir asosim bor ekan. O'zim o'ylab baxsam, o'z vaqtida his qilmagan. Bu bir tirishib o'rganish. Yana birisi, boy dedim 84-yilda shunday bir Amerika chiqish bizning Markaziy Millatlar universitetida bo'lgan bir sonni qanday qo'l keltirish. İmtihan berish uchun, imtihondan yaxshi natijaga erish uchun kichikgina bir 7500 so'zlik bir lug'atni yodlab ketdim. Shu vaqtki TOEFL imtihoniga taqobil turg'idak bir so'zlikka ega bo'ldim desam. Anandan keyin shuning oldida elingan bu TOEFL imtihonlari bizning qaysi cho'ng kutubxona nimalarda bor ekan. Ularning o'lchamlik javoblari bilan tang ishlab bularni tugatdim. Shunga shu bir yil ichida maktabningki ham ko'ngil bo'ldi, menga kichik bir unalg'ini berdi. Asosan men sirtqi dunyo bilan asosan ko'zim birisi qarab turgan bilan kallam kitobda. Bir yil shunday o'tib ketdi. Qanday o'tib ketganligini uqmadim. Oxiri Texas universitetininki shu chekiga yetib baraladim. Bu meningki shu o'rganishga bo'lgan qizg'inligim, qanday qiyinchiliklarning nimasiga bosh egmay yoki bo'lmasa dahlisiga uchirmay bir shu niyat bilan shunday o'rganganligimning natijasi deb qarayman. Bu mening birinchi shu o'zliksiz tirishib o'rganish. Endi ikkinchisi raqobat ruhi dedik. Menda bir raqobat ruhim bor. Sen bilgan narsani men cho'qim bilaman-ku, ha? Sen qilgan ishni men qila olmayman, menda bir ishonch bor. Shundaymi? Faqat menga ma'lum vaqt kerak degandek. Shunday bir raqobat ruhi bu nihoyat bir turtga o'rganishga bo'lgan qiyinchiliklarni yengishga bo'lgan bir xil turtkilik rol o'ynaydi ekan. Ham bu bizda bir ishonch turg'izadi ekan. Men shu dastlab borgan vaqtlarda shunday bir nima bilan o'rgandim. Shunga shu chog'larda o'zimning Altayşunaslık kasbini yangidan boshlagan bo'lish sübtim bilan nurg'un yangi tillarni o'rganish to'g'ri keldi. Mo'ng'ul tili deymiz, Manju tili deymiz, Nemis tili deymiz. Bularni biz kallimiz uchiq vaqtida yoki cho'miz nazariy bu aytganda 1 yoshdan 10 yoshgacha til organimiz uchiq holat turgan vaqt o'rgangan bo'lsak bak yaxshi bo'ladi. Lekin o vaqt o'rganolmabmiz. Endi 30-40 yoshga kirib qolganda o'rganish to'g'ri keldi. O'rganmay mumkin emas, chunki shu kasb bizni uchun talab qilgan. Shunga shu vaqtlarda biz ilqiningdek iroda bilan, sizlar ular
bizning savodashlarimiz shu vaqtda bir ikki sinf o'qiganlar 8 xil, 10 xil, 12 xil tillarni bilib ben bilan bir sinf qilayotgan bolalar. Shunga bu vaqtdagi bizninki raqobat shu vaqtda o'z joriy rolini joriy qildirdi desam bo'ladi. Yana shunday bir turtki bo'ldi. Uchinchisi yangilik yaratish roli deymiz. Yangilik degan vaqtimizda bizningki o'zim bay degandek tirishib o'rganish yuzida shu Amerikaga berishdan burungi an'anaviy grammatika, nazariyalarni yodlash, bir kitobni yodlash, falonchi betda mendaq mazmun bor deyish nimasiga yetgan edim. Lekin borgandan keyin bizning shu vaqtga o'rgangan yodlash saviyasiga yetgan bu bilimlarimizningki texi biraz yüksek ilmiy yetmaganliklarini his qildim. Shunga u o'rgangandan keyin har yili, har mavsumda, mavsum oxiridagi ilmiy maqola yozish demanda o'zimniki his qilgan nimalarimni birlab. Masalan, aslatmi grammatikaning ma'lum nazariyasi ingliz tilida shu masalani hal qilgan bo'lsa, Uyg'ur tilida zodi qanday masalani hal qiladi? Uni qanday tatbiqlash kerak? Her bir mevsimde bir temini tutup bundan keyin 9 yıl, onun içinde 1 yıl ders ötken vaktim çıkıyor. 8 yıl cereyanı öğrengen nazariyede her bir mevsim 1 yıl, 2 mevsim, hatta 3 mevsim. Bu yazgan makallarımın ki yığındısı keyinki şu 4 kitabının asası oldu. Hemmisi yepyeni nazariyeler, yepyeni neticeler. Bunlar hem de eğer biz şu konu özümüzdeki an'anaviy yodlagan, burun bilgan narsalarimizni sahma pullar ödetti. O'qituvchimizga shu narsalarni yozib mavsumlik maqolamda topshirsammi yoqtirmaydi. Lekin men ularni qaytalashni tavaqqimadim. Chunki men Amerikada chiqib o'qiyapman. Mayaqda o'rgangan bilimlarni bildigan odamlar shunday ko'p. Lekin ayaga berib bilimlarni o'rganish fursatiga Allah menkenman, yana ana az qismligilar o'rgan. Shunga u yerga borgandan keyin yangi narsalarni o'rganishim kerak. Yangi narsalarni tatbiqlab, yangi natijalarim bilan xalqimga, vatanimga doklad qilishim kerak. Bu yangilik yaratish ruhi deymiz. Davr ruhi. 4-chi davr ruhi deymiz. Biz davr ruhi degan vaqtda hozirgi temamizdagi shu elektron davri deymiz, uchur davri deymiz. Bu davrni ko'rsatamiz. Bu davr biz yana bir jihatdan bilim patlagan davr deymiz. Yana bir jihatdan bu insonlar, millatlar, davlatlar orasidagi zamon, makon farqlarini asosan yo'qotib, yer sharini shunday kichiltayotgan shunday bir davr deymiz. Bu davrda biz tilshunos kasbini qilayotganlarni qilishimiz kerak. Tilshunos bu endi mening azroq kasb o'zimning bilan munosabatlik azroq so'zlash to'g'ri keldi. Bu davr bunday aytganda insonlarningki mingsidik tug'umtil organini tadqiq qiladigan, hattoki hozirgi ba'zi nimalarda İskender degandek bir narsalarda insonlarning mingisini rasmga olish orqali nimani o'ylayotganligingizni hozir bilib olaydigan shunday bir davr bo'lib ketdi. Hech qanday maxfiyatlik yo'q. Oddiy aytganda Uyg'urcha masalan siz birisiga telefon qilsangiz, assalomu alaykum, siz ayati nega borsiz deganidan oyoqdan birisi ne ha, ne men tan chishima defa degan nimani anglaydi. Yoki inglizcha hello, what are you going to do tomorrow degan ovozini anglaydan bu ketdi. Nima bo'ldi? Bu yerda shu elektron davrida masalan bizning akademik bizning o'quvchi islom deymiz. Turgun ma'lum deymiz. Yusuf Abaydullah deymiz. Bunda bizningki kompyuter sohasidagi mutaxassislarimiz va ularning tadqiqot qo'shinninki shunday qilayotgan tadqiqotlari bilan tilshunoslarningki o'zaro shunday hamkorlashidan shunday bir cho'ng ishlar bo'lyapti. Buni biz hozir ba'zilarini darhol mahsulot yoki tovar qilib bozorga sag'alamiz. Ba'zilarini tardoyida ishlatyapti. Bu jihatda biz shunday bir nima yashayapmiz. Endi an'anaviy grammatika va tadqiqot nimalarida biz nihoyatda yuzaki tadqiqotlar bilan banit bo'lib yuribdik ekanmiz.
Oddiysi masalan hammamiz o'qimiz. U bu ishni qasddan qilmadi degan bilan u bu ishni qasddan qilmadi. Farqi nima? Yoki bo'lmasa 4 otliq harvo degan bilan 4 otliq harvo deganning farqi nima? Bu yerdagi nihoyatda oddiy bilan o'zimiz so'zlaganda o'qimiz, anglab tushunimiz, lekin sintaks tadqiqotchilari buni masalalarni yechib berolmagan. An'anaviy grammatikamiz nihoyatda bir oddiylar. Liqlikni qo'shsak, ismlar qo'shsak sifat bo'ladi, sifatlar qo'shsak ism bo'ladi deganlarga. Lekin nega qo'shildi? 4 yil ot qo'shilib bo'lib, anandan keyin 4 otning keyiniga liq qo'shildimi yoki otga liq qo'shilib otliq bo'lib, anandan keyin harvin insob otliq harva aniq 4 qo'shildimi? Bu qatlam munosabatda qo'ying, o'zimdan kesib tushib ketdim. İkisi ikki ma'noni bildirdi. Buni es qilgan mumkin. Yoki ma'ma degan fe'llarni inkor qildi deymiz. Buningda bu qasddan qilmadi degandagi ma qasddan deganni o'z ichiga oldimi yoki olmadimi degan masala. Agar o'z ichiga olgan bo'lsa, qasddan qilmadi bo'lsin bo'ldi. Qildi, lekin qasddan qilmadi. Tasodifiy bo'ldi deganda. Agar uni o'z ichiga olmagan bo'lsa, qanday bo'ldi? Qilmadi. Qanday qilmadi? Qasddan qilmadi. Shundaymi? Bu yerdagi shu qo'shimchalarning qatlam munosabatlarini bizning kitoblarimizda an'anaviy grammatikada bizning yepishqoq tillarning sirini ochamigan. Aslatmi grammatika shuning sirini echish uchun bizga yo'l ochib berdi. Qanday qildi? An'anaviy grammatikada mustaqil so'zlar asos bu qo'shimcha bo'la uning agashgich qismi qatorida qaralgan. Aslatmi grammatika davriga kelgandan keyin dal aksi bo'ldi. Nima? Mustaqil so'zlar bular beqindan bo'ladi. Buning bilan biz Uyg'urlarda deydigan qilni 40 yarqil bo'ladi deydigan, bu shunday davrga yetib keldik. Uning oldida qanday bo'lgan? Alarning farqlarini tushunib turibmiz-ku, bay degandek so'zlarning. Zodi nima? Xuddi tuyga minib olib, tuyga izdabdi degandek davrlarda pasib oldi yurgan vaqtlarimiz hali uzun bo'ldi. Mao davri kirgandan keyin mana buni biz elektron davri deymiz yoki bizningki kushur davri deymiz, kompyuter davri deymiz. Nima desak bo'ladi? Bu izlanishlar mana bizningki bayqiningdek masalan bizning Turgun muallimdir, Yusuf muallim, Yusuf Abaydullah muallim. Bularning tadqiqot qo'shillari. Biz tilshunoslarningki tadqiqot natijalari birlashgandan keyin bayqiningdek yangi natijalar yana mashina orqali tarjima qilib bo'ladigan, mashina orqali maqolaning sintaks qurilmalarini tekshirib to'g'ri xatolig'i hukm qilib bo'ladigan, bu shunday davr yetib keldi. Bu jihatda endi meningki baydigan kitoblarimningki bir nechisi mushu jihatda asla mushu sohadagi mushu kasbdoshlarningki foydalanishi ular azroq naf berganligini men nihoyatda faxrlanyapman. Faxrlandim. Bu 4-chi, 5-chi ruh fidokorlik ruhi deymiz. Bu endi bizningki o'zimniki nuqtasini etsam, menimizda bor fidokorlik. O'zim nuqtasini aytganda masalan 94-yilda 9 yil o'qish orqali doktorlik unvoni olib qaytib kelamanmi yoki shada turishim kerakmi degan ozroq o'ylandim. Ikki shirkat meni xizmat menga taklif qildi. Lekin ular har ikkisi savdo bilan munosabat, Jungo bilan savdo munosabati va ularga ham tarjimon, ham yo'lboshchi degandek bunday bir xizmatlarni qilishim kerak ekan. O'z vaqtidagi bizning o'quvchilarning shu vaqtdagi psixikimizdan qaraganda men shu yerda berib yozib turgan ishchi bo'lsam-mu, Amerikada qasam deydigan o'quvchilar nihoyat ko'p edi bitkazganda. Lekin men qayta o'ylash orqali qaytib kelishni muvaffaq ko'rdim. Bay degandek men birisi savdo menga nisbatan yangi bir soha, men uni o'rganmagan. Yana birisi bay o'zim degandek o'zi har mavsumda yozgan mavsumlik maqolalarimdagi yangi ideyalar, natijalar ashularni xalqimga, o'sha yerdagi shunga taqozo bo'lib turgan bizningki shu sohadagi kasbdoshlarimga baldirroq kelib ashularni
oshkorlab shular bilan tang o'rtoq bo'lish orzusida bo'ldim. Bu endi kelgandan keyin to'g'ri ba'zilar men ayib deganlar bo'ldi. Shunda fursat tursinim deb ishlamay bir necha vaqt yenib ketsan degandek. Lekin men buningdan pushaymon qilmadim. Kelgandan keyin bayqa degandek o'zimning plani bo'yicha shu yezib qoldirgandim, muratlab birlab shunday kitoblarni yozdim, maqolalarni yozdim. Bu natijamdan o'zim xursand bo'laman. Bu jihatda men o'zimningki kasbdoshlarim, o'zimningki yoki bevosita rahbariy organlarning hammasining e'tirof qilishiga, qoyil bo'lishiga erishdim. Buningki guvohchi sifatida men 2003-yili biz davlatlik va chet elda o'qiyotgan qaytgan ilg'or shaxs mukofotiga erishdim. Davlatlik mukofot. Bularning hammasi nima desak, bularning hammasi shu qilgan emgaklarimizninki jamiyat tarafidan, kasbdoshlarimiz tarafidan e'tirof qilinganligining namoyandasi deb qarayman. Bularni ham o'zim iftixorlanaman, o'ylab kelsam, bularni qaytib kelib yaxshi qilib ekanman deb o'zim faxrlanaman. Bo'ladi endi vaqt munosabati bilan men o'zi bayqi yana 5 jihatdan yoshlarga nasihatim shu bo'ladi. Hammangizlarda yana bayqanadagi birisi tirishib o'rganish orzusi mangu, shunday bir istak mangu o'chmagay. Bu birisi. Sizlar hammangizlarda raqobat o'ngi bo'lish kerak. Raqobat o'ngi. Ya'ni sen qila olgan ishni men qila olaman degan o'zing ishonch bo'lish kerak. Bu mening ikkinchi tajribam bo'ldi. Uchinchisi endi yangilik yaratish. Hammamizning o'z kasbiga oid yangilik yaratish fursatlari bo'ladi. Oddiysi masalan biz dehqon bo'lsakmi, ya'ni ilmiy usulda terisak yoki baxmochi bo'lsak, qo'yni ilmiy usulda boqsakmi, bularning hammasi bir xil o'sha yangilik yaratish unumga erishsak ham bo'ladi. Bu yangilik yaratish deganimiz biz o'z kasbimizni mayli qaysi kasbni qilmayli, hammamizga bir fursatlar bo'ladi. Cho'qim biz yangilik yaratib o'zimizning shu dunyoda bir yashab o'tganligimizni iz qoldiraylik. Hech nima qilmayli, shu ko'nlarni qaytlab qo'yib bu dunyoni kessak, bizning hayotimizning nima ahamiyati bo'lsin? Shundaymi? Shunga biz hammamiz shunday bir iroda qilishimiz kerak. Anandagi davr ruhi, bu davr ruhi, davr shunday taraqqi qilyapti, hech qanday taraqqi qiladi. Bizda shu davrga mas holda kesib tanlasakmi, nima qilsak, shunday bir iroda bo'lish kerak, shunday bir nishon bo'lish kerak. Anandan keyin boy degandek bizda ham fidokorlik ruhi bo'lish kerak. Biz chunki o'qish fursatimizga kelaveradigan fursat emas ekan. Nayt %10% odamlarimiz o'qish fursati, xalqimiz, ota-onamiz shunday o'qiydi ekan, nurg'un umidlarni kutadi ekan. Bu jihatda biz o'zimizni azroq o'ylab, xalqimizni, vatanimizni ko'proq o'ylasak bo'lgan. Bu mening endi o'zimniki o'rganish jarayonidagi eski qoldirim, qani sizlarga azroq naf bersa, men aytib xo'sh bo'laman. Rahmat. Siz Altayşinaslık tədqiqatını Chomsky'ninki aslarının grammatika nazariyesinden faydalanıp tədqiq qilib bir biz xarakterlik neticelerni qo'lga keltirdingiz. Ya'ni biz şu tədqiqatda bir başlamçılık rol oynadingizda. Endi mening sizdan so'raydiganim, hozir Uyg'ur til tədqiqatidan mushaqda tədqiq qilish zarur bo'lgan, lekin hech tədqiq qilinmayotgan yana qanday masalalar bor, shu vaqtda bir taklif bergan bo'lsangiz. Rahmat. Endi tədqiq qilmayotgan, tədqiq qilish zarur desak, bahmijaq bay degandek. Mening nimamda davr ruhi deymizmi, yangilik ruhi deymiz. Ahamiyatlik shu chet tilniki tədqiqat nimalarida tilni bir set noqul holda tilni nuqtasidan tədqiq qilmaslik. Shundaymi? Uni cho'qim bay degandek nerv tədqiqati, biologiya tədqiqati, matematika tədqiqati degandek, shular bilan tadbiqlash. Shunga bundan keyingi yoshlarimizning menimcha ko'p taraflama tarbiyalanishni umid qilaman. Chomsky'ning o'zini olsak,
Hammangizlar bilasiz, asli matematikchi, o dağınlıq matematikçi. Keyin til tədqiqatıga o'tib, mana bu xarakterlik bir til inqilobini qo'zg'adi deymiz. Endi oxirgi nimasi, anandaki Massachusetts institutida kompyuter tilshunoslik deymiz, mana mashina bilan tillarni tarjima qilish cho'ng davlatlik cho'ng turiga mas'ul bo'lib, balki hozirgacha mas'ul bo'lishi mumkin, men o'qimadim. Uningdan oid bir xarakterlik nimalarni qildi. Demak, u eng dastlabda dağınlıq matematikçi, keyin anandaki dağınlıq tilchi, keyin yana o azroq siyosatmi bo'lib oldi. Ko'p ballarda siyosiy leksiyalarni ko'proq berib. Men anglagan bir ikki leksiyasida siyosat tilshunoslikda so'z ochmadi. Seattlda bir qatim, Beijing universitetida bir qatim bundaq so'zlagan edi. Demak, Litmalovning bayonidan hozirgi pallaniki o'zaro aralashma palla, hozir navbatdagi eng cho'ng yuzlanishgani. Litmalovninki Amerikada erishgan doktorlik unvoni yana falsafa doktorlik ekan. Demak, navbatda pallaninki umumyuzlik aralashma tadqiqoti bizniki ideyamizni ochadigan birdan bir yo'l bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum muallim. Siz o'zingizning o'qitishi xizmatidan boshqa yana nurg'un ilmiy xizmatlar ishlaysiz. Siz shularning hammasini yaxshi qilib ketildim deb qaraysiz? Öz idoramizdagi, maktabimizdagi kasb o'zimizning asli kasbi, qolgan kasblar ijtimoiy vazifa deb qaraymiz. Bularda men nihoyatda ayirmadim. Men hammasini muqaddas burchim deb qaradim. Bayıdık. Masalan, men markaz aloqalashadigan mutaxassis yoki mamlakatlik milliy ishlar komitetininki milliy til yozuv xizmatidan maslahat so'raydigan mutaxassis degandek shunday Ma'rif ministerligining ham ko'p xil shunday vazifalarda bo'lamiz. Ba'zilarda bizga shunday vazifalarni qiladi. Bir yilda bir ikki tekshirish doklati yozinglar deydigan. Ba'zida yig'inlarda biz mana yig'inni qilamiz, o'zing jamiyatni tekshirib kelib, mushu jihatda o'zingning qarashini bizga yetkiz deydigan. Bu nihoyatda yaxshi fursatlar. Hem biz o'zimiz uchun o'rganish fursati, ham siyosat belgilaydigan o'rinlar uchun ma'lum uchurlarni yetkazib qo'yish bu nihoyatda biz uchun zarur. Hem o'zimiz ko'ngil bilayotgan ishlar. Shuna men bu jihatda uning bosh tortmadim. Zarur topilgan vaqtlarda nurg'un dokladlarni yozib o'zimning taklif talaplarimni yetkazdim. Men bulardan o'zim yaxshi qildim deb qarayman. Yaxshi qildim. Yetarlik bo'lmagan joylarim bo'lishi mumkin, lekin ular hech qaysi menga hozirgacha "Ma ishing bumi" degan gapni deb baxmadi. Shuna men o'zim hammasini joyida 20 necha xil ijtimoiy vazifa endi. Ba'zilari oyoqlashdi, ba'zilari davomlashyapti hozirgacha. Bu o'z kasbimda ishlayapman hamda. Litmalovninki yani o'z kasbiy tadqiqotini ijtimoiylashtirish, jamiyatninki taraqqiyotiga ta'sir qildirish jihatida ko'rsatgan tirishchiliklarmi intayin yuqori. Menimcha bu boy Litmalov aytgandek nurg'ulg'an olimlarninki o'tash tegishlik muayyan majburiyati bo'lishi mumkin. Shunda qaraymiz, jamiyat hammamizning jamiyati. Biz vaqt bo'lsa ular ko'ngil bilishimiz, o'ylaganlarimizni yo'shirmay yetkazib qo'yishimiz bizning majburiyatimiz deb qarayman. Litmalovim, yaxshimisiz? Yaxshi. Siz chet eldagi bir necha o'rinning xizmat taklifini rad qilib, 1994-yili o'zingizning ana maktabga kelib, o'qitish xizmati bilan shug'ullanishni tanlabsiz. Shu chaqda chet elda qolib qolgan bo'lsam, texnik ko'p taraqqiyot ishlar bilan shug'ullandim deb qaramsiz. Shu chaqda endi men taklif qilgan o'rinning o'zi ikki bayragandek savdo bilan shug'ullanadigan. Balkim iqtisodiy jihatda hozirgidan yaxshiroq, boyaroq bo'lishi mumkin-di. Lekin shu nimada qilib qolsam, bay degan halqa meningki qatar qilib o'rganib, har mavsumning oxirisi yozgan maqolalarimning natijalari balkim shu paytda qilib qolgan bo'ladi. Ikki halqa savdo nimasi bilan taklif qilingan shirkatlarning nimasini asosan men rad qilishimda o'z kasbimni bak qizg'in so'yganligimdan bo'ldi deb qarayman.
Şu çağda şaraitlar şunda kıyındı. Demek şunda şaraitni tanlaştaki maksat yani tadqiqat üçün bo'lgan. Şoňaşqa menimçe bu xil ilm ruhi bugünkü davr üçün mimo intayin qimmatli. Assalomu alaykum Lütf Malim. Aleyküm assalam. Ben gerçi sizin kolunuzda bir vasıta ders anlamagan bolsammo, kitaplarınızdan, makalalaryňyzdan, bir qancha qitimlik ilmiy muhokama yig'indagi leksiyalaryňyzdan nurgun bilim aldım, nurgun narslarni öğrendim. Hazır men özüm til bilen şugullanýatgan bolgaçqa, balamning til çykyşy aldyda turgaçqa maňa bir sual payda bolup kaldy. Hem kesipke münasebetliroq. Hem de hazır taraqqiy qilayotgan jamiyatda balalarymyzning qabul qilayotgan uchurlari nihoyat ko'p ham tez bo'lyapti. Uchrashayotgan tillarimi burunqidan ko'p bo'lib ketdi. Hamda mushu jarayonda tili chiqish oldidagi balalarning tilida bir xil qalaymiqallashish, abjashlash hodisi ko'rilyapti. Bu cho'nglarning emas, tili chiqay degan 2 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan balalarning tilida bugun bir so'zni o'rgandi, ana tilda, yana bir kuni yana bir tilda, mayli xanzu tilda bo'lsin yoki ingliz tilda bo'lsin, yangi uchurlarni qabul qilgachqa bu balada bir xil tilda qalaymiqallashish hodisi ko'rilib qoldi ekanda. Bu xil hodisa balaning tilining normal chiqishiga ta'sir ko'rsatib qoldi ekan. Ammo sizcha bo'lganda qaysi xil usullarni qo'llansak, mush xil hodisaninki oldini og'ili bo'ldi yoki mush xil hodisdan saqlang'ili bo'ldi? Bu til organının yani bir nimesi, kichik balalar tug'ilib 1 yoshdan 10 yoshgacha bo'lganda bu holatda har qanday tilni o'zlashtirishga tayyor ekan. 10 yoshdan bo'lgandan keyin til organi yepilib qoldi ekanda, yepiq holatda. Shuna uningdan keyin til o'rganaman desak, passiv holatda ulug' yodlashga majbur bo'ldik ekanmiz. Shuna buni bo'lgandan keyin hozir nurg'un davlatlarda bo'libmi ko'p til, misol hukumat tili degandek, masalan Shveysariya deymiz, Kanada deymiz. Bular nihoyat buni nap oldi. Shu 1 yoshdan 10 yoshgacha vaqtda hukumat tili deb qaragan 3 til bo'lsa 3 til, 4 til bo'lsa 4 til hammasini tang o'rgatadi. Boya siz degandek a masalaniki javobi chiqdi. Dastlabda balkim ma tilining o'rniga tilni bir almashtirib qo'yadigan mezgillar bo'lishi mumkin. Lekin buningdan ansirmaslik kerak ekan. Aralashmaslik kerak ekan. Aralashmang, o'zligidan o'zi tepib ola oladi ekan. Shuna bu javob ham sizning boya savolingiz shunday javob kelyapti-da. Hech nima qilmang. Bu bir mezgil ekan. Lekin o yoshga borgan vaqtda hamma nima aydonlashib ketadi ekanda. O'zligidan o'z yo'lini tepib bunday ketdi ekan. Shuna odam mengisini shu hozirgi nimada oddiy kompyuterning qattiq detaliga o'xshatyapti. Qattiq detal ichiga qaysi ranjanni qachilaysiz, yumshoq detalni qachilaysiz. Shundaqmi? Tilmi shundaq, lekin kompüterning qattiq detaliga 10 yildan keyin 15 yildan keyin qachilsangiz mana bo'ldi ekan. Odamning mingisidagi detaliga 10 yoshdan keyin asosan yepiq holatda bo'lgandan keyin ta'sir etgan. Bu bir aniqi bizning mana shu nazariy jihatdagi nima. Ham demisim chetilib ketdi. Yaqinqi tadqiqotlarda baydidoq bir odamning siz nima o'ylayotganligingizni alqinimida rasm kelib qilgan shunday davrlar yetib keldi dedik. Yana birisi Chomskyning nimasida til organida so'zlar o'z sistemasi bo'yicha ayrim yerlarda saqlanadi degan narsalarmi hozir dalillanayotdi. Nima? Masalan, ma so'l quloqning ma ustungi tarafida ko'ngilsiz ba'zi so'zlar, yo'qotish xarakterli so'zlar yozilgan. Masalan, birni yo'qotmak, o'lib ketmak, turmaga kirmak deganda mishal bo'ldi ekan. O'ng quloqning ma ust tarafida ma yerda tuqqan atalg'ilari, ata, dada, acha, hada degandek. Shu hozir bu organlar tepib bo'ldi. Nevroshunoslar. Demak bu Chomsky'ninki bu nimalari dalillanyapti. Shunga biz keyingi tadqiqotlarni shunga ko'proq yuzlansak bo'ldi deb qarayman. Lütf Malim nihoyat ilmiy bir nazariyani bizga deb berdi. Demak, balalarimizningki ko'p xil tilda so'zlab chiqishining o'zini agar biz uni so'zlash o'rganish qalayimqanchilik bo'lib ketdi desak, o qalayimqanchilik. Agar bu texim yaxshi o'rganyapti desak, menimcha o texim yaxshi o'rganish. Bu faqat bizning ideyimiz bilan munosabatli bo'lishi mumkin. Bu jihatda aralashmaslik kerak. O'zi tepib oladi. Lütf Malim yaxshimisiz?
1985 yılki yaşlarning, yani şu vaqtdagi davrdoshlaringizning o'rganish irodasi qanday edi? Hozirgi yoshlarga siz qanday qaraysiz? Yangi yana bilim kuch deydigan, ama shunday bir ilm fanga yurish qilgan, ilm fanga yuzlanish, kelgusiga yuzlanish degan shoirlar chiqqan, nihoyatda qizg'in kayfiyatlar bo'lgan, shunday davrlar edi. Bu yangi boshlanish davri. Lekin hozirgiga yetmaydi, chunki hamma narsa boshlanish nuqtasida. Bunday bir cho'ng bir islohot etib yetishning natijalari bugungi kunda bunday keng nimada namoyon bo'lmagan bir xil boshlanma holatda edi. Shunga bizda o vaqtlarda ma'lum kelgusiga bo'lgan ishonchlarimiz hozirgidek undaq mujmalarak bunday aytganda bo'lgan. Hozirga o'xshamaydi. Malum yaxshimisiz? Mening so'raydiganim, hozirgacha qiziqadiganim, siz ayni vaqtda chet elda qilish fursatini tashlab yenib kelibsiz. Hozir nurg'un yoshlar chet elga chiqib o'qiyotdi, burunqidan ko'platdi. O'qiyotgan doktorlarning sonimi hisobdan nechuzdan eshibdi. Endi bularning hozir yo'l qo'yotgan masalasi qaytib ketish kerakmi yoki mushaqqat qilib qilish kerakmi? Yo davomliq endi yuqurlab doktorash deganda qilish kerakmi degan masalalar hozir shularning beshini og'rityapti. Siz mushu chet elda o'qiyotgan, tadqiqot bilan shug'ullanayotgan mushu bizningki yoshlarga qanday so'zingiz yoki qanday taklifingіз bor? Shuni deb baqqan bo'lsangiz. Bu hamda cho'ng bir tema, hamda davlatimizning siyosatidan qaraganda yo'l ochiq. Qaytib kelsingizmi qarshi olamiz? Shaharda tursingizmi qarshi olamiz? Qaytib kelib bir necha yil ishlab, yana ketsingizmi yana qarshi olamiz. Bu nihoyatda keng siyosat bo'ldi-ku bu. Chunki hamda bu bilim u nimada hozir davlat chegirisi, yo millat ayrimisi deganimlar ancha qolmadi. Lekin hamda har qanday bilim ishtiyoqida shunday chat o'qiyman deganlarni qo'llash kerak. Chiqsin. O'rgangandan keyin bilimini bir qaytib kelib biz bildiramiz yoki shahar turib kitob yozib bizga nim qilamdi. Bu yana bir ayrim bir ishkan. Turib qolsa yana mayli, qaytib kelsa eng yaxshi. Ha, shunday qaraq. Bu hamda cho'ng bizning siyosatimiz shunday. Demek biz bugün Leytif Malum bilen nait etraflık çoğunqur paranlaştık. 44 yıllık ilmi hayatından çıkan bazı yekünleri, hulasları ve kıymet qarashlarını bize sözlep verdi. Menimce Leytif Malum'ninki bu xil yeni ideya ve köz qarashları bizdeki yaşlarımızınki özünki takdirini izleş, öz istiqbalını tepişte çoğum aktif rol oynaydı. Şunlar birge mayli biz qanday kasbni qilishdan qat nazar xuddi boy Leytif Malum aytgandek faqat izlanish ro'yi va tirish ro'yini tashlamasaqlar biz cho'qim o'z istiqbolimizning yaratquchilari bo'la olamiz. Ko'plik rahmat, kelar sonni ko'rishaylik. Amin, rahmat. Alloh taolo rahmat.